Jihad qilish, ya'ni Alloh yo'lida kurash qilish dinimizdagi eng ulug', eng buyuk ibodat. Ilgirki olimlarimizdan Ibn Qayyim Javziy aytgandek, jihadning 4 turi bor. Buning ichidagi eng ulug', eng yuqori martabadagi jihad nafs bilan jihad qilish. Chunki bizning eng cho'ng dushmanimiz bizning nafsimiz. Amaliy dushmanlarimiz ustidan g'alaba qilishimizning sharti nafsimizning ustidan g'alaba qilishimiz. Nafsi ustidan g'alaba qilmagan odam na shayton bilan, na munofiqlar bilan, na tajovuzchilar bilan kurash qilolmaydi. Chunki nafsiga asir bo'lgan odam manfaat, huquq, mansab, shahvat aldida dinidan, vatanidan balki hamma narsadan voz kechishi mumkin. Biz yomon ishlarni qilib solgan vaqtimizda ko'p hollarda shaytonga uylab qutlamiz. Amaliyotda odamni ozdirdig'ini, yomon yo'llarga boshlaydig'ini ko'p hollarda shayton emas, o'zimizning nafsi. Masalan, Qobilning inisi Hobilni o'ltirishga sabab bo'lgani shayton emas, uning nafsi. Alloh taolo Qur'on Karimda fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi, u Qobilga inisi Hobilni o'ltirishni choyliq ko'rsatgani uning nafsi deydi. Musa alayhisalom davrida Samirining ezib yomon yo'llarga kirib ketishga sabab bo'lgani shayton emas, uning nafsi. Musa alayhisalom nima uchun bu yomon ishlarni qilding? Nima uchun bu ozg'un yo'lga kirib ketding deb Samiridan so'ragan vaqtida Samiri va kazalika sawwalat li nafsi. Bu yomon ishlarni, ozg'un yo'lni menga mening nafsim choyliq ko'rsatdi deydi. Nurg'unlarimizning yomon ishlardan qo'l uzib, nachar odatlarimizni tashlab, yaxshi odam bo'lg'imiz bor. Ammo buningga bizning nafsimiz yo'l qo'ymaydi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'on Karimda 4dan 1 buyruqning hammasini bizning nafsimizni tarbiyalashga, nafsimizni paklashga qaratgan. Payg'ambar alayhissalom hadisda al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Haqiqiy mujahid Allohga bo'lgan itoatda o'z nafsi bilan kurash qilgan odam deydi. Alloh taolo bizni imtihon qilish uchun bizning nafsimizni yomon ishlarga buyurib turadigan, yomon ishlarni tatib turadigan qilib yaratgan. Alloh taolo Qur'on Karimda innan nafsa la'ammaratun bis-su. Haqiqatan nafsi yomon ishlarga bak ko'p buyuruydi deydi. Undaqda nafsimizni qandoq tarbiyalaymiz, qandoq pak tutamiz? Men tuanda nafsimizning mohiyati va uni tarbiyalash va pak tutishdagi 7 prinsipni so'zlab o'taman. Nafsi odamni ikki narsaga tortib turadi. Birisi shayton axloqiga. Masalan, chiqimchilik, hasad, g'ayvat, manmanchilik, cho'ngchilikqa o'xshash. Yana birisi hayvon axloqiga tortib turadi. Masalan, shahvatga o'xshash. Biz nafsimizni tarbiyalash va poklash uchun oldin yomon ishlarni va nachar odatlarni tashlashdan boshlaymiz. Yomon ishlarni va nachar odatlarni tashlash uchun oldin nafsimizning mohiyatini tushunishimiz kerak. Bizning nafsimizning mohiyati kichik bolaga o'xshaydi. Masalan, bir kichik bola telefonga yoki bir gazliq ichimlik kunib oldi deyli. Biz bolamizdan bu nachar odatni tashlatqizmoqchi bo'ldik va bolamiz bilan bu haqda paranglashib, gazliq ichimlikning uningga ziyonli ekanligini tushundirdik. Bolamizmi qo'shildi, ichmaydigan bo'ldi. Ammo bir kuni bolamiz bilan bir ichimlik do'konining oldidan o'tib ketayotgan vaqtimizda bolamiz ichimlikni ko'rib, gazliq ichimlik ichaman deb turib oldi. Biz unimidik. Bolamiz yana deb turib oldi, biz unimidik. Bolamiz oxiri yig'lab, asabiylashib ketdi. Bizning bolamizga bo'lgan mehribonligimiz tutib ketib, bolamizga gazliq ichimlikni ep berdik. Bu vaqtda bolamizning gazliq ichimlikka ko'nilishdan iborat bu nachar odati asli holatiga qaytdi. Aksicha, bolamiz gazliq ichimlik ichma deb turib oldi, biz unimidik. Yana deb turib oldi, biz yana unimidik. Yana deb turib oldi, biz yana unimidik. Bola yig'lab, asabiylashib ketdi. Biz yana keskin holda bolamizga gazliq ichimlik ep bermadik. Bu vaqtda, ya'ni bola qattiq asabiylashgan vaqtida, bolaning bu nachar odatga bo'lgan bog'lantisi ojizlab, üzülgili az qolgan vaqt bo'ldi. Biz bu vaqtda bel qo'yvatsak, mehribonligimiz tutib ketib, bolamizga gazliq ichimlikni yana ep bersak, bolaning bog'lantisi ya'ni asliga qaytadi. Biz bolaning nachar odatga bo'lgan talabini har qatim rad qilgan vaqtimizda, bolaning nachar odatga bo'lgan bog'lantisi har qatim ojizlaydi. Ojizlab, üzülgili qolgan vaqtida biz shundaqlam bel qo'yatamiz, bola yana asli holatiga qaytadi. Bola nachar odatdan qanchalik yiroqlashgan sari, uning nachar odatga bo'lgan kuchi shunchalik oshadi. Agar biz eng oxirgi qatim, ya'ni bolaning eng asabiylashib, nachar odatdan qo'l uzgili az qolgan vaqtida mustahkam keskin tursak, bola taslim bo'ldi-da, bu nachar odatdan qo'l uzadi. Bizning nafsimiz dal mushunga o'xshaydi. Masalan, biz bir yomon ishni qo'l uzmoqchi bo'lganda yoki o'zimizda bor nachar odatdan birini tashlamoqchi bo'lgan vaqtimizda, dastlabida nafsimiz uni unumaydi. Biz rad qilamiz. Nafsimiz yana unumaydi. Biz rad qilamiz. Nafsimiz yana buyurib turadi. Biz rad qilib vergan sari bizning nafsimizning yomon ishlar va nachar odatga bo'lgan bog'lantisi ojizlaydi. Ammo nafsimiz asabiylashishga boshlaydi. Ya'ni nafsimizning yomon ishlar, nachar odatlar bilan bog'lantisi qancha ojizlashsa, nafsimiz shuncha asabiylashadi. Bu jihatda bizning nafsimiz xuddi emchakdan ayirgan kichik bolaga o'xshaydi. Biz ta üzülgan qadar sabr qilib, oxirigacha bardoshlik beramiz. Buningda mushaqqat va jafo bor. Shuning uchun bu eng ulug', eng buyuk jihad deb e'tibor qilinadi. Oxirida bizning nafsimizning yomon ishlar va nachar odatlar bilan bo'lgan bog'lantisi uziladi-da, bizning nafsimiz kichik bolaga o'xshash oxiri taslim bo'ladi. Shu esimizda bo'lish kerak, nafsimizga yomon ishlar va nachar odatlarni tashlash eng og'ir kelgan vaqti, nafsimizning yomon ishlardan üzülgili az qolgan vaqti.
Agar mushu vaqtda bel qo'ysak, nafsimiz asli holatiga qaytadi. Agar bardoshlik berib sabr qilsak, bizning nafsimiz gunohga buyurg'uchi, yomon ishlarga buyurg'uchi nafsidan nafsul mutmainna, yaxshi ishlar bilan orom topquchi nafsiga aylanadi. Bu vaqtda odamning ko'ngli yomon ishlar bilan huzur olmaydi. Yomon ishlarni tatmaydi. Yaxshi ishlarni tatidi, yaxshi ishlar bilan huzur oladi. Mana bu payg'ambar alayhissalomdan ey Rasululloh, yaxshi qaysi, gunoh qaysi deb so'rab kelgan vaqtida payg'ambar alayhissalom al birru matma'annat ilayhi nafsu. Yaxshi ish nafsing orom topgan narsa. Wal ithmu ma haka fi nafsi. Gunoh nafsingda bearam qilgan, ikkilangan narsa degani shu. Biz nafsimizni paklab, nafsul mutmainna, yaxshilar bilan orom topadigan bir holatga kelib bo'lgandan keyin davomli shu holatni saqlash uchun uni davomli tarbiyalab turishimiz kerak. Buning birinchi yo'li iymonimizni kuchlantirib turish kerak. Iymonimizni kuchlantirish uchun iymonni kuchlantirish darsimizda so'zlaganimizdek tafakkur qilishimiz kerak, o'limni unutmasligimiz kerak, jahannam azobini unutmasligimiz kerak. Ikkinchisi hayotimizga nishon qo'yish. Bu 50-60 yillik hayotimda men nima ishlarni qilib, dunyoda qanday izlarni qo'yib ketaman, bu haqda o'ylanib, mumkin bo'lgan bir nishonni qo'yish. Uchinchisi bekor vaqtimizni foydali ishlar bilan o'tkazish. Shaytonning odamni eng ko'p ozdiradigan vaqti odamning bekor qolgan vaqti. Shuning uchun boshqalarga bekor ishlab berishga bo'ladi, ammo bekor qilishga bo'lmaydi. Buni unutmaslik kerak. To'rtinchisi davoimizni unutmaslik kerak va yangilab turishimiz kerak. Hammamizning bir davosi bor. U bo'lsin vatan davosi, mazlum qarindoshlarimizni qutuldirish davosi. Bu bizning iymoniy, vijdoniy burchimiz. Buni unutmaslik kerak. Beshinchisi payg'ambar alayhissalom va sahobalar boshliq buyuk ishlarni qilgan kishilarning tarixini ko'proq o'qish. Masalan, 93 yoshli Abu Ayyub al-Ansariyning Istanbulda nima ishi bor bu yoshda? Yurti Madinani tashlab Istanbulga nima ishga keldi? Biz hozir yap-yosh turib nima ishlarni qilyapmiz? Allohning oldiga borgan vaqtida men sana 50-60 yil umri berdim. Men uchun nima ish qilding desa, buningga nima deymiz? Bu haqda o'ylashimiz kerak. 6-si taqvodor yaxshi kishilar bilan do'stlashish. Odam meli yaxshi bo'lsin, yomon bo'lsin, do'stining, hamrohining ta'siriga bak uchraydi. Shuning uchun payg'ambar alayhissalom odam do'stining dinida bo'ladi. Shuning uchun kimlar bilan do'stlashganlarga yaxshi qaranglar deydi. 7-si eng az haftada bir qatim bo'lsa-mu diniy suhbatlarga qatnashish. Bu Alloh taolaning ko'rsatmasi. Alloh taolo Qur'on Karimda "Wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha." Sen nafsingni Allohning rizoligini ko'zlab, atdigan oqshomda Allohga ibodat qildiganlar bilan birga savrijon qilgin deydi. 8-si har xil nifoqlarning davosi bo'lgan Alloh yo'lida chiqim qilish, ya'ni pul xajlash. O'quvchilar, xizmatchilar, boylar, namratlar o'zingizga yarasha pul xajlang. Buning nafsimizni poklashda roli intayin muhim. Alloh taolo Qur'on Karimda "Xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim biha." Ularning mollarining bir qismini sadaqa hisoblab olginki, buning orqali ularning gunohlarini poklag'aysan va bu orqali ularning nafsini tazkiya, ya'ni poklag'aysan deydi. Alloh taolo hammamizga oxiratning muvaffaqiyati bo'lgan bu nafsimizni pok tutishni nasib qilsin. Nafsimiz bilan bo'lgan kurashda bizga nusrat va g'alaba ato qilsin. Sabran ya nafsi, sabran ya nafsi ma'an Allah wa rihabu